dacha uborka videolari va har kunlik kontentlarimni joylab borsam, o'sha oxirgi paytlar menga negativlar kelishni boshladi. O'zingiz hayotingizdan xursandmisiz? Ayollarni qullikka o'rgatyapsizmi? Faqat ish qilishdan iborat emas, umr o'tib ketyapti degan gaplar. O'shaning uchun men ham har kunlik ishlarimni uborka kontentlarini yig'ishtirdim deb maza qilib dam olishga ketyaptim. Lekin meni nastroyeniyamni tushirgan holda layklar ham, kommentlar ham, prosmotrlar ham tushib ketdi. Va unisi ham yetmagandek, o'lgan ustiga tepgan qilib storiesda har kuni qachon uyga qaytasiz, uborka videolaringizni, dacha uborkalarini sog'indik deb tinmasdan yozishdi. O'shaning uchun men ham uyga keldim-ku, o'zimni har kunlik jay darajasiga kelin hayot videolarimni joylashni boshladim. Yetgancha bitta gapim qolib ketibdi. Do'stingdan topgin deb shuni aytadi. O'zimni katta opacham sani bunaqa videolaringga ko'zim o'rganmagan ekan, uborka videolaringdan joyla deb yozib yuboribdilar. Menimcha endi har kunlik kontentlarni joylayman-ku, lekin dacha uborkalarini bir chetga surib turamiz. Sababi 12 kunga bitta oila kirib, maza qilib dam oladigan bo'lishdi. Bu degani albatta kutib turinglar, 12 kundan keyin dachaga generalniy uborkaga boramiz. Lekin xudo xohlasa kontentlarni zo'r endi oldinda, sababi adami kasblari tuzlamachi bilasizlar, sezon boshlanyapti. Bu degani albatta 2 oy sizlar bilan birgalikda har xil retseptlar bilan tuzlamalarni tuzlaymiz. Bochkali bodring, pomidor, karom va bonkali marinovkalar, sokli bodringlar hammasidan yopamiz. Hozirgi rasmga keladigan bo'lsak, kechqurun soat 2 da ko'rshapalakka o'xshab yuribman. Xo'jayinga bir narsa tayinlab berdim-u, o'zim bo'lsa chamadanlarni bo'shatishga kirishib ketdim. O'zi ham mehr bilan bo'shatdim. Xuddiki 1 kilo tilla chiqadigandek, hammasi kir kiyimlar albatta. Hamma kiyimlarni namroq holatda solganligim uchun kegurimizgacha ozgina hidlanib, dimlanib qopti. O'shaning uchun toza, ozoda, mayin, urintirmasdan yuvib bersin va hidli bo'lsin deb timsinni suyuqganlardan foydalangan holda aylantirib yubordim. Oddiygina uborka kontentlarimni sog'inganlar bo'lsa, bitta like kutib qolaman.